Selam dostlar, sizning bilan Farida. Bugungi tema boshqa temalardan biroz o'zga bo'lacak. Ko'rganingizcha mening yonda turli predmetlar. E'tibor etgan bo'lsangiz, har birisining qopqochlarida turli. Ingliz tilida turli iborlarni ochganda konkret frazeologik fe'llarni qo'llanalar. Bugun biz naqta shul frazeologik fe'llarni ko'rib o'tarmiz. Hammalarni esda qoldirishga tirishamiz. Boshlaylik. Ko'rganingizcha bu shisha. Mening ishtirokda bu zaytun moyi shishasi. Ham onun qopqochin burib oshirga kerak. Ingliz tilida burib oshu twist off bo'ladi. Masalan, twist off the cap. Qopqochni burib osh. Kelasi predmet bol shishasi. Ham onun qopqochin shirtib oshirga kerak. Shirtu flip ustga up. Demak, flip up the lid. Qopqochni shirtib oshu. Ham shuni aytirga kerak, cap ham lid so'zlari orasida bir nindi ayirmada yo'q. Ular ikkisi de qopqoch deb tarjima etiladi. Ko'pgina produksiya ustida maxsus plyonka yopishtiradilar. Masalan, bu yogurt, ham onun ustida plyonka bor. Yogurtni oshirish uchun bizga bu plyonkani tortib oshirga kerak. Ingliz tilida bu ishtirokda peel off degan frazeologik fe'lni qo'llanadilar. Masalan, peel off the top of yogurt. Yogurtni oshirga. Hisobga olgan bo'lsangiz, qoshiq gazli shishalarni yoki konservalarni ochganda yorilgan, shotnagan tovush chiqadi. Ingliz tilida yoriluv, shotnov crack deb tarjima etiladi. Shul hisobdan bu frazeologik fe'lni gazli shishalarni ochganda qo'llanadilar. Masalan, crack open a diet coke. Crack. Eshitdingizmi? Olg'a taba bu marker. Markerning qopqochin ochganda take off. Markerning qopqochini yopganda put on deymiz. Masalan, take off the lid of the marker. Markerning qopqochin och. Qaysi bir shishalarning qopqochi kichkina shortlovni esga tushiradi. Ingliz tilida shortlov pop deb tarjima etiladi. Ham siz o'zingizda menga inana olasiz. Shortlov kabi tovush chiqadi. Masalan, pop open the container. Konteynerni och. Bugungi so'nggi frazeologik fe'l pump out. So'zga so'z tarjima etganda pump sug'urtuv, out tashqi yoqqa, masalan, sanitizerlar yoki sobunlar. Ularni mana tashqi yoqqa ostdan sug'urtib chiqarishga mumkin. Shunga ko'ra, masalan, pump out the soap deb aytirga mumkin biz. Uni to'g'ri ma'noda shulay deb anglarga mumkin. Sobunni berali yoki sobunni sug'urtib chiqarali. Shuning bilan dars tamom do'stlar. Yaxshi kayflar sizga. Birga bo'ling, birdam bo'ling. Sog' bo'linglar.